Fasadingizni utyepleniya qilmoqchisiz, lekin двойной расходga tushmasligingiz uchun shu videoni oxirigacha ko'rsanglar, men sizlarga tushuntirib beraman. Ko'p akalarimiz bizga murojaat qilishadi, "Ukam, meni imorat qurdim, g'ish holatda turibdi. Qum suvoq qildiraymi yoki g'ish holatda o'zini ustidan qilganing yaxshimi?" deshadi. Okalar, biz hammaga aytamiz, agar pulingiz bemalol bo'ladigan bo'lsa, albatta birinchi qum suvoq qilib olganingiz yaxshi, devorni tekis holatga keltirib. Agar siz qum suvoq qilaman desangiz, двойной расходga tushmasligingiz uchun откosni oldirmaysizlar. Откos mana shu holatda qolishi kerak. Biza bu yerda откoslar olingan edi, hammasini buzib berdik biz, chunki bazaltni rom ustiga 1 santimetrcha chiqaramizda, polniy zaglushka qilib beramiz. Havo kirmaydigan, chiqmaydigan bo'ladi. Ana o'shandan keyin agar sizlar откосni oldirib qo'ysanglar, ham qum suvoqchilarga откосga to'laysizlar, ham bazaltchilarga откосga to'laysizlar. Ko'p so'rashadi, nima qilay, qum suvoq qilaymi yoki qilmaymi deshadiganlarga mana qaranglar akalar. G'ish holatda mana shundoq biz klayni beramiz. Tochchini lenta qilib. Dyubel zontik urayotganda klayni mo'ljallaga uramiz har doim. Qum suvoq holatda bo'ladigan bo'lsa, mana kafillar orqasiga klay qanaqa berilsa, mana shunaqa tekis beriladi. Endi utyepleniya vazifasini qanaqa bajaradi deyishinglar mumkin. Ikkala holatda ham bir xil bajaradi. Qum suvoqning ustidan bazalt utyepleniya qilinsa, qanaqa tekis bo'lsa, g'ish holatda ustidan ham biz o'sha tekislikni chiqarib bera olamiz. Ikkalasidan ham bir xil tekislik chiqarib beramiz. O'shaning uchun tanlov o'zingizlardan, xohlasanglar g'ish ustidan qilganinglar yaxshi, xohlasanglar qum suvoqning ustidan qilganinglar yaxshi. Yana berib o'tadigan ma'lumotim, bizda ko'p bo'lib qoladi, santexnik kerak bo'lib qoladi, mana bunaqa joylarga, elektrik kerak bo'lib qoladi. Bunaqa mayda-chudaga biz ovora qilib o'tirmaymiz, o'zimiz qilib o'tib ketamiz. O'zimizga o'zimiz front ochib olamiz. O'shaning uchun bemalol Teplomasterga murojaat qilinglar, adashmagan bo'lasizlar. Rahmat.